Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Yakkabog' tumanining Toshloq qishlog'ida 96-yil yigitlari darushina qilayotgan ekan. Bizlar ham kelganmiz Hormang berishga. Tog'a mana shu darushina to'g'risida bir ozroq gapirsangiz. Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar, hurmatli qishloqdoshlar. Mana bugun Toshloq yerida yaxshi tadbir o'tkazilyapti. Bu tadbir darushana har yil bo'ladigan, ota-bolamizdan qolgan urf-odatlar hisoblanadi. Ko'p yildan beri qiladi. Biza esimizda bilgandan beri shunday qiladi. Bundan ham oldin qilib kelingan. Shu bu yil 96-yilda tug'ilgan yigitlar o'zining tashabbusi bilan hamma harakatlarini o'zlariga olib, bir yilda oldidan o'tayin deb xizmat qilishyapti. Ularga katta rahmat. Endi duosini olyapti. Sizlarga omad tilayman. Ajralib, Bu darslar to'g'risida nima deymiz? Men assalomu ko'p yillik akam bovur o'zlari biladi, nimalar Bugungi masalalar haqida ozroq aytsangiz. masallar nima qilmaydi? Buni shu go'sht qancha? Go'shtlar qancha masalan bir qozonga? Har bir qozonga 30 kilodan go'sht solinadi. Nechtalik qozon masalan bu? Bizga Sabun solinadi, piyoz solinadi, yorma solinadi. Shu tarzda ertaga qanatlari bor. Zig'iryoq qancha solinadi? Ha? Zig'iryoq. Zig'iryoq to'liq tashqi zig'iryoq to'liq solinadi. Har bir qozonga 10 kilodan zig'iryoq solinadi. Har bir qozonga. Shu tariqada bu tayyorlanadi. Kecha nechida osildi bu? Kecha soat Qancha 8 qaynadi? boshlanadi. 8da. Necha soat qaynaydi mana? Soati 8da boshladik, 10larda tayyor bo'ladi, 10larda o'tadi. Onlarda. 12 soat qaynasa, shunda tayyor bo'ladi. Bu yil 96-yil yigitlar qilyapti, to'g'rimi? O'zlarining hisobidan. Hisobidan yana shuna qilib beryapti yerimizga. Bizlarning hisobidan. Bo'ldi. Endi bu nima? Hozir buni fabrikamiz aytdi. 10 soatdan ko'p, 12 soatdan ko'p, 13-14 soat atrofida pishiriladi. Aytganda go'sht bor, yorma bor, ichida sabzi, piyoz, buxar, yo'q, zig'iryoq, hamma narsa bor. Mana yigitlar hormaylar. Mana yigitlar qo'zg'ayapti mana. Doniyorga qo'lni qolganda, doniyor pishiryapti. Bitta odamga oxirgacha pishirish berkitilgan. Berkitilgan, uni javobgarligi qo'zg'ab turadi. O tagi olib ketmas kerak. Shuning uchun hozir aytdik, 10 soatdan ko'p pishiriladi, 10 soat davomida mana shu tarafda qilib turiladi. Yigitlarni biriga quvvat bersin, Ha, charchamaydi. bu endi bahoriy taom hisoblanadi. Bunda hamma narsa bor. Hamma narsa. Vitamin deysizmi? Kuchli kaloriya deysizmi? Hammasi bor. Shuning uchun bu darushanaga 1 yil to'yib olgan odam yil 12 oy to'ygan ko'ziday bo'lib yuradi-da. Kuchli bo'ladi. Shuning uchun bizlar qishloqdan palvonlar chiqishadi. Kurashchilar bor. Osiyo chempionati, nima chempionatiga bora olmaganman, zo'r kurashchilarimiz bor-da palvonlar. Shunday. Botir palvonni nima turishtirgan qozon. Mana botir g'olib ekonik. g'olib palvon bor ekan. Ikki kishiniki ekan. Ularga bosh qo'zib, ular charchamanglar. Sizlarga omad bersin. Hormaylar. Boya yuqorida ham aytdik, bu Charchamaydi. asosan 96-yilda tug'ilgan bolalar mana 30ga kiryapti. 30ga kirganligini bir yaxshi munosabatni nishonlash maqsadida bir yilda oldidan o'tib, shuni hamma xarajatlarni boya yuqorida ham aytdim, 18 milliondan yuqori xarajat bo'lyapti. Shu xarajat hammasini mana shu
qilib uyda ortdan bir duo qilyapti. Ularni ishiga omad tilaymiz. Ular charchamasin. Har doim manda yilda xizmatda buyursin. Ana yer. Endi bu hozir mana 9 ta qozonda pishirilyapti. Agar tosh bo'lsa 10 qozonga bo'lamiz. Bu o'zimiz qishamizda hozir 1,5 mingga chiqadi. 1,5 ming. Mehmonlar keladi, boshqa qishloqlardan keladi. Chiqilib 2000 ga yaqinlashib ketadi. Mana soat 11 atrofida tayyor bo'ladi. Shunda mana shu yerda agar kelsangiz ko'rasiz. Mana shu yerda 2000 ziyod odamga taom bo'ladi. Shuning uchun ham bu barakali, shuning uchun ham bu savobli ish hisoblanadi. Sizlar ishlaringizga omad. Kuzatib turingizlar. Tarqalayotgan joylarni ham ko'rsatamiz, nasib bo'lsa. Kelingizlar. Soat kim ulgursa kelaversin. Soat 11 da mana bizlar Darushanani tuzamiz. Mayli, sizga ham rahmat. Mana Toshloqni 1996-yigitlari ga ham rahmat aytib qo'yamiz. Kanalimiz nomidan ham. Xudo xolasa pishish jarayonlariga ko'rsatishga harakat qilamiz.